Dadasi ro'zg'orda hech narsa qolmadi. Ozroq bo'lsa ham bozorga qilib keling. Bolalarning qachondan beri qorni to'yib ovqatlanmaydi. Ilojisi bo'lsa 1,5 kilogina go'sht olib keling. Otajon, qaytayotganingizda menga olmamdan banan oling. Ada, yogurt topib bering, yegim kelyapti, xo'p. Hozir. Keldingizmi? Charchamadingizmi? Olib keldingizmi? Olib keldim. Anaqa do'kon yopilib qolibdi onasi. Shuni bugunchalik amalab turamiz endi. Ustimdan kulyapsizmi? To'yib ketdim, bilasizmi? Mani-ku o'ylamaganingizni mayli, bolalaringizni o'ylamadingizmi? Hozir shuni beramanmi? Ha? Nima deb beraman? Qachongacha bunaqa yashaymiz? Qanaqa erkaksiz? O'chira o'zingni. Topib kelaman hozir. Yo'q, siz topib kelmang. Men chiqib topib kelaman. Qanaqa erkaksiz? Do'kon yopilib qolibdi onasi. Shuni bugunchalik amalab turamiz endi. Mayli. Ertaga ochilib qolar. Ochiladi albatta. Xudoga shukr, rizqimiz kirdi, to'g'rimi? Shunaqa. O'zingizdan birsi charchabsiz. Siz qo'lingizni yuving, men choy tayyorlayman.